Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimiz Imtiz traktorida bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan Metro Pirovoda oylik oklad 145 ming rubldan, ish grafiga haftaga bir kundan, ish ofitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Trudовой договор ham qilib beradi. Kerak bo'layotgan dokument patentingiz, rossiyskiy prava va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Bu ish shotka va atvaldash bo'ladi. Ikkinchi ishimiz Teliska Pogrushchikda, bu ish Podmoskva Narofamинskda joylashgan. Oylik soati boshlanishiga 550, keyin 600 rublga ko'tariladi. Kuniga 10 soatdan 12 soatgacha yashash joy tekin. Bu ish ham ofitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Trudовой договор ham qilib beradi. Kerak bo'layotgan dokument patentingiz, rossiyskiy prava va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Ish beruvchilar nomerini har doimgidek kommentariy va описаниеda yozib qoldiraman. Nomerlariga bog'lanib bemalol ishni boshlayverasiz. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Hozirda 13 va 16 fevralga ekzaminga joy bor. Shoshilamiz, joylar soni cheklangan. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastga WhatsApp va Telegram nomerimni yozib qoldirganman. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Ko'rib turganingizdek, ishlar qaynab chiqyapti azizlarim. Hozir Rossiyaning hamma joyida aytgandek qor bosyapti. Shuning uchun shu pastdagi WhatsApp nomeriga bog'lanib, bemalol pravalarni olib ishni gaziga bosamiz. Pastga kommentariy va описаниеga Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.